topaman. Nega tashlab ketganini bilishim kerak. Ha, Ifora. Charchadingmi? Bitta o'zing o'tiribsan bu yerda. Ha, ketma-ket ikkita to'yga bordim. Keyin bitta yetim bolachani uyiga borib qo'ydim. Bechora bola. Rosa rahmim keldi. Holat Xudoni balosi ekan. Ota-onasi yoshligida o'lib ketishgan ekan. Meni rahmdilligim. Rahming kelgani shundoq ko'zingdan ko'rinib turibdi. Bilmaysizda, u bolaga qarab, xuddi o'zimni bebaxt bolaligim ko'z oldimdan o'tdi. O'g'limizni qarang, ko'zidan baxt shundoq ko'rinib turibdi. Chunki yonida bizdek ota-onasi bor. Ha, to'g'ri aytasan. Baribir bolalar ota-onalari bilan baxtli bo'lishadi. Lekin baribir o'sha bolani rosa o'ylayapman-da. Rahmim kelyapti. Ayni o'qiydigan, bilim oladigan paytda ko'chada tilamchilik qilib yuribdi. Ertaga o'g'rimi, kazzobmi bo'lib ketishiga hech kim kafolat bermaydi. Ha, aytgancha, anavi yo'llagan advokatimiz bor edi-ku. O'sha onam haqida ma'lumotlarni hammasini topibdi. Ertaga ko'rishadigan bo'ldik. Yaxshi. Qachondan beri orzu qilayotganding? To'g'ri.